Assalamu alaikum. Men Qoraqalpog'istondan, yoshim 66da. Menga ko'krak saratoni tashxisini qo'ygan edi. Boshqa joyga borganimda bu zlokачественный ko'krak saratoni, balkim ko'krakni olib tashlaymizmi, shunaqa operatsiya bo'lishi mumkin deb chaqirtirgan edi. O'shani bilan kelib o'zimga o'zim ishonmasdan, ko'zim yetmasdan yana ko'raychi deb mana Dilabar Saidakmalovnani Instagramda, telefonda o'zim ko'rib nima qilib o'tgan edim. Shu kishini topib olib bir maslahatlashay deb Dilabar Saidakmalovnaga kelib maslahatlashib, hurmatli xotin-qizlar, mana bir joyga borib, faqat bir joydangina xulosa chiqarmasdan, hamma nimalarga tekshiruvlardan o'tib, manaki o'zimizning O'zbekistonda ancha vaqtda 20 yilning nimasida ishlab kelgan Dilabar Saidakmalovna, o'sha doktorimiz mana xotin-qizlarni, O'zbekiston xotin-qizlarini rosa chiroyli qilib ko'krakni olib tashlayman degan joylardan ko'krakimizni saqlab qolib, o'zimizning chiroyimizni battar chiroyli qilib beradigan doktorimiz bor O'zbekistonda. Mana shunday menga oldin zlokачественный saraton chap tomonlama degan edi. Endi bu yerga men o'zimga o'zim ishonmasdan boray deb shu Dilabar Saidakmalovnani eshitib kelib maslahatlashib, shu paytlarda mana Moskvadan haligi Aziz Dilshadovich professorimiz bor ekan, birgalikda maslahatlashib, ko'kragimni qoldirib, одновременно zlokачественный onkologiyani qo'ymasdan menga доброкачественный diagnozni qo'yib berdi. O joyda zlokачественный balkim ko'krakni ham olib tashlaymiz degan edi. Men bu yerga kelgandan keyin u доброкачественный, lekin tяжелый formasida, og'irlashayotgan formasida tez aniq qilamizda, одновременно ko'kraklarimizdan nima qilamiz dedi. Mana Xudoga shukr, 25-yilning 4-yanvar kuni men operatsiya bo'ldim shu insonlarning qo'lida. Aziz Dilshadovich, Dilabar Saidakmalovna yurgan birgalikda yanidagi Dilabar Saidakmalovnaning chiroyli yordamchi qizlari bor, o'ziga o'xshagan chiroyli qizlar bilan menga chiroyli operatsiyalar qilib, hayotimga qaytardi. Mana men o'zim tushkunlikka tushib, bo'ldi, men o'zim bo'ldim, yashagan bo'lgan ekanman degan joyimdan mana Dilabar Saidakmalovnaday chiroyli doktor, chiroyli hayolni hayotimda uchratib, o'zimni qaytadan hayotga qaytarib, mana go'zal yashashga o'zim nima qildim. Xotin-qizlarimiz, hech o'zingiz tushkunlikka tushmang. Ozgina ko'kragingizda belgi berdimi, sразу shu O'zbekistonda Medical Centerda Dilabar Saidakmalovna degan chiroyli opa doktorimiz bor. O'shanga yugurib kelsangiz, sizlarni ham chiroyli qiladi, ham hayotga qaytaradi. Tushkunlikka tushganingizdan hayotga chiroyli qilib qaytarib qo'yadi. Mana shu doktorlarimga, Dilabar Saidakmalovna rahmatlar aytaman. Dunyo turgancha tursin. Allohim ulug' o'zining farzandlarining rohatini ko'rib, ikki dunyo saodatini bersin. Hamisha shularga men duoda o'tiraman. Sog' salomat bo'ling. Mana shunday doktorimiz bor ekan, biz hech qachon hayotdan muaymasimiz kerak.